Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasululloh amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolaga behisob hamd va sanolar aytgan holda u zoti borakatga hamd aytishlikni o'rgatgan suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga salovat va salomlar yo'llagan holda bugun bir kichkina video yozuv qilishlikni maqsad qildik. Albatta o'zidan kuch-quvvat so'ragan holda. Hozirgi kunda kompetensiyani rivojlantirish institutida malakasini oshirib, davlat test markazida test topshirayotgan birodarlarimiz salgina bir qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Mana shu testlarida ularga yordam, ko'mak qilish maqsadida. Mana o'sha test portalining xuddi o'zi o'sha davlat test markazidagi testlar qanaqa bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunaqa test. Mana ichki nazoratdan testlarimiz 50 ta savol. Faqat bu yerda bizning testlarimizda 1 soat vaqt berilgan. O'sha nimada davlat test markazida 2 soat vaqt beriladi. Farqimiz shu yerda. Boshqa narsasi shu yerda o'qiladi. Mana o'sha birinchi savolimiz. Qurilishda materiallarni saqlash qanday amalga oshiriladi? Mana 4 ta savoli bor, javobi bor. Nazoratsiz, belgilangan joyda, tartib bilan, ixtiyoriy joyda, ochiq holda. Xo'p, bizning javobimiz qanaqa bo'ladi? Qurilishda materialni noto'g'ri saqlasangiz, bu tabiiy holki pulni yo'qotasiz. Xo'p, bu narsani asta-asta razbor qiladigan bo'lsak, mana o'sha 4 ta variantimiz. Xo'p, bu yerda to'g'ri javob nima deb o'ylaysiz? To'g'ri javobimiz mana bu javob. Belgilangan joyda tartib bilan saqlanadi. Nima uchun? Materiallar bu pul. Demak, tartib bo'lmasa material yo'qoladi, demak pul yo'qoladi. Misol uchun sement tashqarida qolib ketsa nam oladi, ishdan chiqadi, pul yo'qoladi. Metal materiali yotsa deformatsiya bo'ladi, qiyshayadi yoki zanglaydi, pul yo'qoladi. Bu shunaqa gap bo'ladiki, qurilishda birinchi o'rinda tartib turadi. Tartib bo'lgan joyda iqtisod bo'ladi. Iqtisod bo'lgan joyda albatta foyda bo'ladi. Obyektda har bir material uchun alohida joy ajratilgan bo'lishi shart. Shunda nazorat ham, hisob ham oson bo'ladi. Xo'p, mana shunaqa testlar o'rganish sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizda 2 oylik o'quv kurslarimiz bor yoki 1 oylik mana shu testga tayyorlaydigan kurslarimiz bor. Mana shu kurslarga yoziladigan bo'lsangiz, albatta sizlarga foydali bo'ladi degan umiddamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.